Assalomu alaykum ahli Instagram va balasliklar. Biz bugun To'lqinimiz oshxonasidamiz. Bugun sizlarga shuni obzorini ko'rsatamiz do'stlar. Ona deyin ona göre yollara baka baka kalmışam. Ona deyin acıları çektiğim acıları bilsin. Hele de sevirse yüreğinde sevgisi varsa. Mene deyin yüreğime biraz rahatlık. Burada somsalarimiz, bu tomonda yog'li nonlarimiz, somsalarimiz va ichkariga bir boshqacha bir atmosfera holatda kiramiz. Kirgan bilan kayfiyatingiz ochiladigan holat. Bu tomonda joylanadigan joylarimiz, tepalarda 5 ta xonalar va so'lim mana bunday yoqda stullar va so'rlarimiz ham mujassam. Bu yerda nafaqat ovqatlanasiz, nafaqat bir atmosferadan bir maza qilib bahra olasiz. To'lqinimiz oshxonamizda 15 xil taomlarimiz bor. Bundan tashqari KFC'larimiz bor. KFC'larimizda mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Narxi ham arzon kelgan 70 ming so'm kilosi. Fastfoodlarimiz ham mujassam bu yerda. Barcha turdagi lavash deysizmi, hot dog deysizmi, nomburger deysizmi, non kabob deysizmi, xullas barcha turdagilari mavjud. Bemalol kelib do'stlar taomlarni ketishlari mumkin. To'lqinimiz oshxonamizda somsalarimiz juda ajoyiblari bor. 3,5 ming so'mdan 6 ming so'mgacha somsalarimiz va siqil nonlarimiz mavjud bu yerda. Duxovka nonlarimiz juda yaxshi, mazasiga bo'lishi mumkin emas. Narxlari 3 ming so'mdan 12 ming so'mgacha. To'lqinimiz oshxonamiz juda ham ajoyib, taomlarga gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, past telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar.